Abdulhamid aka, mana qaranglar, uyning ichidagi podakonliklar hammasini doshdan qilyapman. Nechik bo'ladi undan? Zo'r bo'ladi, hamda sifatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Doshdan bo'lgan podagonliklarni umri uzoqroq bo'ladi. Bular ertaga yurgan issiqqa, sovuqqa hamma narsaga chidamli bo'ladi. Shaklam o'zgarmaydi. Shaklam o'zgarmaydi. Ko'pincha bizning xalqimiz plastmasdan podagonlik qo'yadi. Uni masalan 5-6 yildan keyin, 3-4 yildan keyin shakli o'zgarib, masalan issiq, sovuqda bir o'ynab bir shakli o'zgarishi mumkin. Ya rangi o'zgaradi. Ya rangi o'zgarishi mumkin. Doshdan bo'lgan podagonliklarda u narsa bo'lmaydi. Ko'pincha bizning xalqimiz doshni qimmat deb o'ylaydi. Aslında bu qimmat emas, plastmasdan bo'lgan podagonlikka qaraganda ancha arzonroq chiqadi. Premerning o'rtacha narxi bir podakonlik necha so'm chiqadi hozir? Mana Premerning o'rtacha narxi 100 ming, 110 ming atrofida chiqadi. Plastmasdan bo'lgan podagonlikniki 200 ming, 250 ming atrofida chiqadi. Shunda bir gap bilan aytganda, agar sizdan uyingizda remont ketib turgan bo'lsa, hozir vaqti, ya'ni podakonlikni 40 ming doshdan bosib beraverasizlar. Narxlar ham arzon tushadi. Eng zo'r joyi asl toshga galadon bo'lsangiz, showroomda keng assortimentda yurtimizning doshlarni taxlab qo'yamiz. Aynan sizni remontingizda tushadigan podakonlikni o'shadan topsangiz bo'ladi. Hammangizni asl toshda kutib qolamiz. Manzilimizga galadon bo'lsak, Rosenter bozorining orqasi Uzgazol zapravkadan o'tasida shu yerda joylashgan bo'ladi.